46 qism. Qaynona bilan kelinning jidili. Almaxanboz texmo haddidan eshib, Ayşugülni ot etib minmakta edi. Oy qaynona, men bilan o'zingga qiqishib o'ltirmay tamoq asla jugoslab berib. Urayim postak tugmanga ketib, etizdan erib echib kelgan Ayşugülni Almaxanboz ishqi buyurdi. O'zining anistimatlik Almaxanning hadisli o'zini gapga chiqib olishi Ayşugülga eg'ir kasimi, gap qilmay chidab o'tkazayotgan siri Almaxanboz texmo haddidan oshmoqda edi. Ayşugülmü yo'l qo'yuversa, bu xotinning chillisiga minib, o'zini ani topadiganligini bilib, bugun o'tkazayotgisi kelmadi. Almaxacha, men etizliq berib, terak cham etib kelmadim qarsila. Menda ba bir jup qo'l siladimi bo'lgan ekan, silimi bir vaqt tamoq etib baxmamla eg'ir kelmisa? Hay, kim ona ocha devatsan, ha? Voy jo'qdak. Zakst qo'mashib ketgan lalma. Tuzi gap qil, ha? Siz suvanini yirtlatma yana men. Voy arsaring rasvo. Seni ezib-tezib natsida qutuluq olmagan bo'lsa, bir umr arxovliq ko'may o'tib ketarding bu jahondan. Biz bilmaydigan Almaxa emassan. Izzat atmay meni qaynona deysan, texi. Uyingda aynak bo'lsa qarab beqib gap qilasa. Voy texi, arsaring deb seni deydi. Erşidin bir mezgil qonaqlıqning orasida xaltanga o'chingdab berib yurgini bilan ommidi seni. Mana endi dadang degan abdal qaynatamga ustak berib arala erlik bo'lib oldi. Bu tegibakdan pishdi. Sen bir erga arzigida qiz bo'lgan bo'lsang, bu chaqcha bir yoshroq bir asiga tegib bo'latding. Hey, dallalning pishdi. Oilamdagilarni tishlab tatmajimi? Bu zidipas hunnoq. Ustak berib agitigidigan odam delsan. Men sidiqqa suyuqni chiqarib taymagan bo'lsang, chiching oqirib, tishing tushib ketkicha o'ltiratdim to'yga tushib. Ikkisi deyishib, oxiri deyishib bulanmay, qo'llarini harakatga soldi. Ikki ayol o'yilda pomdaqlashib, Almaxanboz Ayşugülning chashlaridan qamallab tutdi. Bu g'alvog'dirni anglagan qo'lin qo'shlar tugmandagi Urayim postak xabar qildi. Urayim postak yetib kelganda bo'lsa, qo'lin qo'shlar ularning jidilni past qilib bo'lgan edi. Urayim postak kishilarning oldida o'zining erkakligini namoyon qilish uchun cho'q chashlarini o'ngshayotgan Ayşugülning po'kini siqib, yuziga ikki shapaloq soldi. Ayşugül o'zini o'ngshab bo'g'icha uning qo'rsoqlariga 5-6 ni tepib. Ayşugül yerda puchulnib ketdi. U o'rnidan turib, Urayim postakka til soldi. O yundusini ish ko'rmaydigan pasanni qalanda. Meni o'g'idek bo'ldingmi texi? Bu uyingni-chi o'zing tutib ol. Ayşugül ho'ngrab yig'lig'inicha uy tarafga qarab mandi. Urayim postak no'chilik qilib, yana uni urib ketgila qo'ymadi. Ayşugül uyga borsa, dadisining zo'ri bilan yana qaytib keldiganligini bilib, ketishda ancha bak ching turvanmadi. Urayim postak Ayşugülning yamanlab ketmaganini ko'rib, texmo eshib oldi. U Ayşugülni chiqim tortib olganini bahona qilib, adab salikajdimi qoqti so'qti qilishga urindi. Uyda ochliq tugabdi. Dadangida 2 xalta bug'doy o'tin berib tursin. Dedi Ayşugül tayoq yegan kunning atsla Urayim postak. Salikash kiyo'g'ilning tunji qatim bir narsa so'rishi bo'g'ashqa, rad qilishga amalsiz qoldi. Yani 2-3 kun o'tgandan keyin Salikajning xili ustixonliq bir qo'shqar setib olganligidan xabar topgan Urayim postak yana ultiranmay qoldi. U yana Ayşugülni tanglikka qo'ydi. Dadang degan eliq qo'shqirni bir necha kun berib tursin. Eg'ildiki sog'liqlarni haydab bo'lgandan keyin olib berayli. O'zlari beribdisizlar. Elimi qaysi kundagi 2 xalta bug'doyning o'tnisi bermadilar. Endi qaysi yuzim bilan deyman men? Hey, sen nemishqa deyamigdaksan? Elimi men seni 1,5 ming ko'yga yaqin chiqim tortib oldim. Salikaj degan o'g'ri bir tal qo'shqa deganni bekaq bermasimi ortiqlik qilmaydi menga. Nima deb dadamni tillaydilar?
Manga pul chiqim qilib olgan bo'lsalar, men misliga xotin bo'lyapman-ku. Ashtamoqlarni aytyapman, kirqatlarni yeyapman. Ajab bu yetmagandek, hadislar ota-onamni qoqti-soqti qilishning ko'yida yuryatamlar. Ay, to'la og'zimni bir g'erishlimigina. Xotin kishi degan er kishiga xotin bo'lmay, uyga o'ttir churik bo'ladimi? Xo'sh bila, men xotin qilganimga. Öp desizlar hocam. Sizlardek og'izlarda chiqqanmagan qayri obdalni yaratib o'ltag'inimga xo'sh bosili bo'ladi-jimi? Bu misjo shapdek o'g'ilvali jiqta atrofimda. Ayshigul oxirgi bir jumla so'zini deb bo'lib, sal pushaymon qildi. Urayim postakmo oxirgi gapga esilib olib, Ayshigulni urishga obdalla bahona topdi. Kim botdi, ha? Kim botdi? Men qarkamidimmi? Urayim postak so'zlab o'tib, putidagi kashni silib, Ayshigulning yuziga urishga boshladi. Ayshigul bu qatimmo tishini tishlab chididi. Oxiri uning degandak dadasining uyidan qo'shqarni akaldirdi. Ayshigulga kelayotgan besim Urayim postak tarafdinlar emas. Almaxon bozma hadislar uni gapni chiqib oladi. Nahaq diliga azor beradi. Urayim postakmo oq-qorini surishtirmayla Ayshigulni mushlaydi. Ayshigul Urayim postakka bir umr xotin bo'lib o'tishga ishach qilolmadi. Hozir chidab turib, torni biraqli yig'ib, bu oiladan qutulishni o'yladi. Matkirim Şöpek Davud Turg'uning o'rniga chiqqandan keyin o'z nafsiga cho'xtatib, Davud Turg'udan o'ta haddidan eshib, mahalladagilar qilgan atganlari kat boshliqining g'azabini keltirdi. Necha qitim kat boshliqi Matkirim Şöpekka tarbiya qilgan bo'lsa-mu, qilchilik unumi bo'lmadi. Oxir g'azablangan kat boshliqi uni kichik atrot boshlig'i vazifasidan qoldirib o'tdi. Mahalladagilarmo bu baloyi ofatdan qutulganiga nihoyat xush bo'ldi. Bir mezgil davron surib, jahonga patmagan Matkirim Şöpek amal mansibidan ayrilib, suvi tushgan mushukdek sho'mshiyibli qoldi. U kishilarning o'ziga azor yetkazib qo'yishidan qo'rqib, tala tuzgimi yurakli holda chiqolmadi. Lekin kishilarga yomonlik sanashdan boshqa hech ish qilmagan Matkirim Şöpekni kishilar bo'sh qo'yib o'tmadi. Mahalla ichida vaqtincha kichik atrot boshliqi bo'g'dak nomzod bo'lmag'achqa, kat boshliqi o'zi yetakchilik qildi. Bundaq vaqtlarda Matkirim Şöpekmo kollektiv emgakka o'zi berib qatnashdi. Bir necha qatim to'xtaqanni avatgan bo'lsa-mu, mahalladagilar erning qilgan atgini tishlab tortib, ko'nglini oromida qo'ymag'achqa, umi berishdan yaltiyib oldi. Shunga Matkirim Şöpek amalsiz o'zi bordi. Qaraganda Shodijonning xotinimi betidan tushgan o'xshaydi. Bo'lmasa huquqni qo'lida ching tutib tura oladi. Dedi Imin Shangyu. Matkirim Şöpekka Imin Shangyuning gapi o'tib ketdi. Og'zingni beqib so'zlasangi. Gap qilsang, men gap qila xotinim tishlab tatmay. Nimaga yo'g'onchilik qilsa, sening vaqting o'tdamda. Burunqidek o'rt-pört qilsang, burningning bezini yeb qo'yamiz jima. Burunqi nochiliging oqmaydamda. Kim nochilik qildi? Qoldiq qolgan Shodijonning gapi ajab cho'ng'u. Cho'ng bo'lsa bo'lmamdi. Ko'nidim baq yerilib ketdi. Har qancha qilgan bilanmi chiqmaydi. Samonliqning oshquchi qo'ldan ketsimi, yana ho'kraydi-ya bu. Ajab, adidan oshgan bu g'alcha. Mana mozani yugurish samonliqchi bo'ldik mana. Matkirim Şöpek gap qilmay, beshini ichiga tiqib ishlashga majbur bo'ladi. U o'zining xalqning nazaridan bunchavala tushib ketishini o'ylabmi baxmagan edi. Uchishni bilib, tushishni bilanmagan Matkirim Şöpek xudini bilanmay elning la'nat nafratiga qolgan edi.
Hürmetli kuyuğlum. Sizni xeyli ko'z qoni to'q odam desam, yaqindan beri qilgan qiliqlaringiz faqatli qamlashmay qoldi-ku, ha? Ochliq o'tni oldingiz. Mayli dedik. Qo'shqilarimni, sog'liqlarimni qo'g'lisin deb apirib oldingiz. Ha. Mana endi teriyotgan nopuzliq yerimni tanishyapsiz. Texi bamisam qizimni urib haydab qo'yibsiz. Ha? Ay, qaymisizlar qinata. Endi qizlarni arli qilib qo'ygandikin, uning oshna yeydigan zuvoni bilan birga bordigan gapga. Qizlarni men beqiyotgandikin, unchilik chiqimga chidamaslar bo'lmas qinata. Amiz qizim sizga xotin bo'lsa, oshnan yeydigan zuvonini bizning uyda qo'yib bas bo'lamdi. O'zi bilan birga ib bordigan gap hamdi. Ha, shundoq bo'lgandikin, bunchilik ishlarni deb yurmaymiz bu ada. Ayshugul yamanlab ketgandan keyin Urayim Postak uni akagili berib, qaynotasi bilan gap taqallishyotdi. Shundoqdimi, ish degani yo'l bilan qilmas-ku, o'g'lim. Shuncha dunyo ovqatning egiz turib, andoq ko'zi kichiklik qilmayli. Men ko'z kichiklik qilibman texa. Salikajning qizini oldim deb, bor yo'qning hammani to'kib bersam bo'lamdi. Bor yo'qni sizlar emas. Mana men to'kib beryapman hozir. Sizlardak pit uchaga qizirib, kallam ilishib qolibdi ekan mening. Qizlarni men olmagan bo'lsam, to'pi besib o'ltiribdi hozirgacha. Har qayerisi qiz alır, qiz qayerisi kim alır deganni anglamaganmisizlar? Tuzuk gap qizlar Uraymaxon. Sili xotun emas, eshakning tag'ini oladigan odam kella. Qizimni urib, yuz ko'zlarini ko'katib etibdilar. Endi xotinlarga erning tayqi degan dora u. Xotin kishi degan ancha-muncha urib, ustiqallarning og'riqini chiqarib turgan yaxshi. Silimi be erning tayqini yeb baxmagandek gap qilmisizlar qinana. Salikaj aslida Urayim Postakdan o'ziga nap tegishni ko'zlabli qizini bergan bo'lsa-mu, uningdan nap elish tugul, o'zini o'ngda qo'yayotganligini ko'rib, qizini qo'shib berishni xohlamadi. Agar bu pixsiq yo'g'ildan o'ziga nap tekkan bo'lsa edi, Urayim Postak Ayshugulni urib, putqolni cheqvatsimi gap qilmaydi. Lekin nap chiqmagan kuyovning qizini urganligi Salikajga xili obdan bahona bo'ldi. Sen xotin olaman demay, kunda 3 vaqt vurib o'ynaydigan qum qalsa asan o'g'dak. Sendek nafsi bola to'ymas berdigan qizim yo'q meningki. Ha, qinata. Undaqmi deb ketmisizlar? Bizdan o'tgan joylar bo'lsa, menmi tuzdi bo'lay. Qizlarni qo'shib qo'ysalar menga. Va ishon qilay adash. Sen qo'ymachi o'g'riq berdigan qizim yo'q mening. Avval bizdan olgan 2 qalti buğday bilan qo'shgan ekappa. Andin ben qizimni sen qo'shib qo'yishni o'ylash baqay. Urayim Postak qaynotasining o'z narsalarini qaytarib olgandan keyin Ayshugulni qo'shib qo'ymaydiganligiga ko'zi yetdi. Qinata. Avval qizlarni qo'shib bersizlar. Sening munaq, mening munaq bo'lsin. Undaq nisigiman naqki o'zlari ega bo'lib olsalar, qamlashmas. Urayim Postak ya Ayshugulni ep ketishdan yanmadi. Ya qaynotasidan olgan narsalarning mehridan kechanmadi. O xeli biroza talash tortish qilgandan keyin qaynotasini ko'ndirolmay ketib qoldi. Bir necha kun o'tgandan keyin u qaynotasini yalvardi deb o'ylagan edi. Kırık 7. kısım Japanın tigi altın. Çay japaliq kurash qilib, nurg'un issiq sovuqlarni beshidan o'tkazgan Matqurban Kanay terg'an savzillardan obdalla mo'l usul oldi. Uning tatgan japa mushaqqatlari mana amdilikda gullab meyve bergan edi. Boshag'an savzlarning har biri qunaqning beshidan cho'ngroq bo'lib,
Ağan usuli o'zining mo'lcharidan xelila oshgan edi. Matqurban qazg'an savzining 3dan 1ni setib, holiga dog' atgandan sirt qog'inni cho'nqur o'rakka ko'mib qo'ydi. Chunki atyazda savzining bahosi hozirqidan birasi o'rlaydiganligini biladi. Dastlabda Matqurbonni ahmoqdan ahmoqqa silib, masxara qilgan mahalladagilar uning erishgan muvaffaqiyatlariga qarab, ichidan qoyil bo'lishqanmi bo'ldi. Yana ba'zilari chidamaslik qilib, hasad o'tida puchlanganmi bo'ldi. Matqurban buninglik bilan to'xtab qolmay, kelar yillik planini so'qib bo'ldi. Kelar yili savzdan bundaq usul alolishiga ko'zi yetmagachga, uzoq bosh qatirish orqali kivas termoqchi bo'ldi. Kivazdan iborat bu iqtisodiy ziroatning o'ziga texmi ko'p foyda olib kelishiga ishonadi. U yana o'zi boshda o'ylagandek tok tugmani qurib chiqish orzuidan voz kechmadi. Lekin uning beshini qatiradigan masala bo'lsa, tok edi. Dastlabda traktor motori orqali tok chiqarishni o'ylagan bo'lsa, motorga ketadigan may bahosi sal qimmat to'xtab qoladi. Bir xalta bug'doy bilan qunoqni tortgan ishaqi bilan motorga ketadigan mayni hisoblab chiqib, mayning pulining ishaqidan eshib ketadiganligini bilib, motordan tok chiqarishdan yaltiyib qoldi. Endi birdan bir amal mahalla ichiga tok akilish edi. Faqat tok bo'lsa, uning tugman qurib chiqish orzuyi amalga oshadi. Matqurban bu ishni kart boshlig'i bilan maslahatlash uchun mahalla komitetiga qarab mangdi. Tabiat bu yil ma'murchilikqa to'lgan oltin kuz faslini yana bir qatim kutib oldi. Daraxt yo'pirmoqlari sapsiriq tavlanib, butun koinotni siriq bir tusga kirgizib qo'ydi. Erining uydan yamanlab kelgan Ayshugulgimi bir oydan oshdi. Urayim po'stak necha qatim kelgan bo'lsa-mu, Salikaj johillik qilib qo'shib bermadi. Ayshugulningmi u oilaga faqatli qaytqusi yo'q edi. Biroq uning kunlari o'z uydimi tugumas etiz ishlaridan bosh ololmay o'tadi. Dadasi Salikaj yana burunqidek qildin qiyiq kelsa, tildashnamga to'yg'izib qo'ydi. Arishidan Ayshugulning erining uydan yamanlab kelganligini anglab, uning bilan bir qatim bo'lsa-mu ahvollashib beqish uchun fursat izlab yuradi. Lekin bir hafta tirishchanlik ko'rsatibmi, Ayshugul bilan uchrasholmadi. Chunki Salikaj xalqning so'z cho'chkidan qo'rqdimi, qizini yolg'iz sirtga chiqarmadi. Arishidanmi buninglik bilan bal qo'yvatmadi. Oxiri bugun tushda Ayshugul ko'l bo'yiga suv chiqqan fursatda uning bilan uchrashishi muvaffaqiyatli bo'ldi. Ayshugul Arshidinni yiroqdan ko'ribla, uningga qarashdan o'ylab, chilikiga suv usmayla uy tarafga qarab mangdi. To'xta, Ayshugul. Arshidin yugurib kelib, uning oldini to'sdi. Ayshugul o'ng qo'lidan ayrilib qolgan Arshidinni ko'rib, yuragi etishdi. Men hammishdan xabar topdim, Ayshugul. Men bilan nima sababdan qochib ketishga qo'shilmaganligini bildim. Nimishqa menga bu ishni vaqtida demaysan, ha? Vaqtida degan bo'lsang, bundaq o'qishmasliklarmi bo'lmaydi. Hozir endi nima degan bilan foydasi yo'q Arshidan. Bo'g'liq bo'ldi. Sen bakla to'tlik qilibsan, Ayshugul. Menga bir eg'iz gap qilgan bo'lsang, men shu vaqtda bu ishning sababini aniqlab chiqardim emasmi? Hozir hammadan xabar topdim. Ishlar sen o'ylagandek emas ekan. Mening o'z dadam hozirgi masavur maddah shu ekan. Ikkimizning hech qanday qondoshlik munosabati yo'q ekan. Bo'ldi, so'zlama Arshidin. Biz kechikdik.
va endi degan bilan hech nimaga foydasi yo'q. To'g'ri deysan. Men degan hozir bir cho'loq. Sana mos kelmayman, shundaqmi? Undaq emas Arshidan. Ikkimizning birga yashashni taqdir nisb etmabdi. Men erimdan ajrashish oldida turayotgan bo'lsam-mu, burunqi Ayshamgul emasman. Endi sana mos kelmayman. Senle meni yaratsan, qolgan ishlarning qaroiti chog'liq. Men meyib bo'lsam-mu, cho'qim seni baxtli qila olayman. Ayşegül hayajonlanib, ig'zi gapga kelmadi. U aslida Urayim Postak bilan turmush qurgandilar, Arshidan bilan keyin uchrashib qilishni o'ylabmi baxmagan edi. Undaq o'ylama Arshidan. Men faqat sana bitimni beramaginim uchun bu gaplarni devatdim. Sen meni meyibgan demisan. Qolgan ishlarning men uchun qaroiti chog'liq. Men avu qizil ko'z o'g'irdan bir ajrashib bo'lay. Ondan bir gap bo'lsin. Ikkaylan bir-biridan ko'zi qiymagan holda xo'shlashdi. Har ikkisining ko'nglida umidning yangi chiroqlari yondi. Ukam, Mat Qurban, menmo sizni izlay deb turgan edim. Qapingiz tatqandek, mendan chaqan keldingiz mana, ha? Maliga tok akilishini keyinga qo'yaylik. Hozirgi eng muhim masala Matkerim Sho'pakning o'rniga Shodijon bo'g'idek muvofiq nomzod tanlash. Men ko'p o'ylanish orqali sizni Shodijon saylashni aytib keldim. Meningcha bo'lganda buningga ommaning fikri chiqmaydi. Mat Qurban kat boshliqining gapiga nima deb javob qaytarishni bilolmay qoldi. Uxlasa tushi kirmaydigan bundaq ishqa uning ideyasida qilchilik tayyorlik yo'q edi. U o'zini biroz o'ngishvagandan keyin eg'iz ochdi. Sekretar, Shodijon bo'lib, ommaga bosh bo'lish degan xohlagan odamning qo'lidan keladigan ish emas. Mendagi iqtidorsiz odamlar bu ishning hudisidan hargiz chiqolmaydi. Shunga boshqa nomzod tanlagan bo'lsangiz. Kamtarlik qilmang Mat Qurban. Men mahallikchilikka har bir odamni ko'z oldimga keltirib baqdim. Eng muvofiq nomzod dal siz kelsiz. Sekretar, o'zingizmi bilasiz, mening nurg'un planlarim bor. Amal mansabni deb o'z orzularimdan kechmayman. Menmo sizni o'z orzuyingizdan voz keching demadim-ku. O'z orzuyingizni amalga oshirsiz, ommaga bosh bo'lasiz. Ommaga siz bosh bo'lsangiz men xotirjam bo'laman. Siz tirishchan, zehningiz o'tkir yoshlarning biri. Sizdek iqtidorli odam ommaga bosh bo'lsa, cho'qim ularni yaxshi yo'lga boshlab, ularning yaxshi kun kechirishiga yordami bo'ladi. Hargiz boshlatmang. Jangalbuloq mahallasini gullantirish uchun bir kishilik kuchingizni chiqaring. Lekin mahalladagilar buniga nima deydi, buni bilmaymiz. Avval ularning fikrini elishimiz kerak. Bundan xotirjam bo'ling. Bugun kech mahalladagilarni tashkilga yig'ib, yig'in ichib, bu ishni o'qtiraman. Menga ishonganlarga rahmat sekretar. Lekin mahallaga tok akilish ishi to'g'riliq yuqoriga doklad yozsak bo'ladi. Bu mening manfaatimga emas, butun mahalladagilarning manfaatiga chetiladigan cho'ng ish. Ma'qul. Men har holda doklad yozib baqay. Lekin o'nchi cho'ng umid yo'q. Yezi bozor bilan mahallaning musofasi yiroq, ko'p chiqim ketadi. Yuqori uningga qo'shilamdi yo'q, buni bilmayman. Bu gapni anglab, Mat Qurbanning ko'ngli nihoyat yerim bo'ldi. Kent boshlig'i aytgandek, kechda mahalla komitetiga Jangalbuloq mahallasidagi barliq kishilar jam bo'ldi. Ular mahalla komitetining oldidagi cho'ng saynoda o'ltirib, kent boshlig'ining so'z qilishini kutib o'ltirishadi. Kent boshlig'i kelishga tegishli kishilarning hammasining kelganligini bilib, gapini boshladi. Yo'ldoshlar, Matkerim Sho'pak Shodijonlikdan qoldirilgandan keyin
Her qaysinglarga bosh bo'lib yetakchilik qilgudek nomzod chiqmay qoldi. Men ko'p o'ylanish orqali mahalla ichidagi hammalarning 5 o'lgisi bo'lgan Mat Qurbon Mat Savurni sho'dijan bo'lishga mos keladi deb o'yladim. Agarda sizlar qo'shilsanglar, u sizlarga bosh bo'ladi. Qo'shilmasanglar, yana qaytadan muvofiq nomzod tanlab chiqsak bo'ladi. Ha, biz qo'shilamiz. Sho'dijan bo'lishga Mat Qurbon eng mos keladi. Ha, to'g'ri. Mat Qurbon to'g'ri niyatli yigit. Davud To'rg'i bilan Matkirim Sho'pakka hargiz o'xshamaydi. Uni sho'dijan bo'lishiga menmi qo'shilaman. Menmi qo'shilaman. Menmi? Hey, bundaq varang-churang qilmay, qo'shiladiganlar qo'linglarni ko'taringlar. Bir qism kishilarning qo'shilmag'ini hisob qilmaganda, qag'allar qo'shilganligini bildirib, qo'llarini ko'tarishdi. Shunda qilib, Jangal buloq mahallasining kichik afrat boshlig'i Mat Qurbon bo'ldi. U ommaning oldiga chiqib so'z qildi. Yo'ldoshlar, men iqtidorsiz bo'lsam-mu, meni o'zingizlarga yo'lbosh chiqarib saylaganlardan to'liq xursand bo'ldim. Men cho'qim sizlarning kutgan umidinglarni yerda qo'ymayman. Sizlarning qiyinchiliginglarni o'zimning qiyinchiligi deb bilib, Jangal buloq mahallasi uchun jon ko'ydirib xizmat qilaman. Mat Qurbonning gap tugishi bilan tang yuldiras chavak ovozi yangradi. Mat Qurbonning kichik atrat boshlig'i bo'g'indan xabar topgan Davud To'rg'ining ichi qizil mush quygandek echishib ketdi. Uning xotini Manglashxon bilan bir uyda o'ltirishga ko'ngli ko'tarmay, uningdan ajrashib ketmoqchi bo'lgan edi. Manglashxon uydan chiqqili unimay, "Sen o'g'riga men 30 yil xotin bo'ldim. 30 yillik ajrni bermasang, men emas, uydan sen yo'qolasan" deb pushiqlik qilib turib oldi. Shuning bilan Davud To'rg'a u uydimi turmay, mahallaning eng chetidagi tashlandiq uyni makon tutib yashashga majbur bo'ldi. Mansibidan ayrilib qilib, hammadan bak alam bo'g'ini yanali Matkirim Sho'pak. U kechasi uxlab yetibmi, ommaga vaqirab-chaqirab yig'in ochadi. Bu ish bir kechaning ichida necha qatim davomlashadi. Matkirim bara-bara kunduzimi o'ziga so'zlaydigan g'alati odatni yetildirib oldi. Xotini To'xtixon uning butunlay kallasining ketganligiga ishonib, onasining uyiga yamanlab, shu ketginicha kammidi. Bir necha kundan keyin kishilar Matkirim Sho'pakning uyining oldidagi eriq bo'yiga chiqib, bir to'p chumillarga "Sen u yoqqa mang, sen buni qil" degandek so'zlayotganligini ko'rdi. Ayşugul bilan Urayim Po'sak ajrashib ketgandan keyin Arishdin bilan to'y qilib, Murat maqsadiga yetdi. Bu 2 yoshga baxt tilak tilaymiz. Bularning to'yiga Salikash qo'shilmagan bo'lsa-mu, ikkisining ishidan allaburun xabar topgan kichik atrat boshlig'i Mat Qurbon arg'i kirib, Salikash bilan Masavur maddahni yarashtirib qo'ydi. Niyaz Qarlag'ashmo Gulayim bilan yangi uyga ko'chib oldi. Hamda Mat Qurbon bilan ko'rishib, mahallasidagi tashlandiq yerdan kelar yili 10 mo'yaga paxta terishni iltimos qildi. Olmaxon bo'z bilan to'y qilib, Masidiq bir mazgil xushal yashagandek qismi, lekin qo'li qichishgan o'ng'ishlar, qo'ng qichishgan o'ng'ishalmas degandek Olmaxon bo'z yana ko'ni sanamga dastlab yurdi. U Imishanyo bilan tepishib olib, ishpash tortishib yurgan vaqtda Masidiqqa tutilib qoldi. Masidiq jon ochiqida har ikkinchisini urib, chala o'liq qilibatdi. Shu ishdan keyin Masidiq Olmaxon bo'z bilan munosabatini uzdi. Mahalladagi orqa-marqada yuz bergan g'alati ishlar hammaning hayronligini qo'zg'atdi. Imishanyo nim bo'ldi-kin, turibli bir kechida og'zi maymoq bo'lib, gap qilinmaydigan bo'lib qoldi. U tikandek yolg'iz bo'g'ashqa
hech kimning kori bo'lmadi. Bu ishdan xabar topgan Matqurbon odam tashkillab, uni doktorxonaga olib borgan bo'lsa-mu, foydasi bo'lmadi. Uzoq o'tmay Imin Shangyu o'z uyida o'lib ketdi. Anglashlar qaraganda, u boshqa mahalladagi bir tuqqan inisining ayoliga chiqilib qo'yg'ashqa, inisining nafratiga ketganmish. Eng g'alati shu bo'ldiki, Sayim Shaluk og'rib qilib, uning badaniga bir narsa chiqib, qon yering bo'lib oqdi. Xotini yig'lab qaqshab yurib, doktorxonaga olib borgan bo'lsa-mu, doktorlar bundoq kasalning davosi yo'q deb davolig'ili unimidi. Xo'sh, aziz anglovchilar, oxirlashmaydigan hikoya bo'lmaganga o'xshash, Jangal buloq mahallisidagi hikoyamiz mushu yerda oxirlashdi. Az anglovchi do'stlarning yoqtirib anglaganiga rahmat aytamiz. Açar yap yeşil bostanlık bunda, yüz açar yap yeşil bostanlık